Nevroz holatida ichki qarshilikni pasaytiring. Assalomu alaykum. Eslatib o'taman, bu video nevroz holatidagi insonlar uchun mo'ljallangan. Agar sizda nevroz holatlari bo'lmasa, bu video siz uchun emas. Inson nevroz holatida yasharkan, u juda ham ko'p ichki qarshiliklar bilan yashaydi. Ya'ni bu ko'pincha hayotiy vaziyatlarga, nevroz holatiga, ya'ni o'zi nevroz bo'lgan holatga qarshiliklar, ya'ni menda nevroz bo'lmasligi kerak edi, men nevrozga chalinmasligim kerak edi, men umuman hayotimda nevroz bo'lmasligi kerak edi, yoki juda katta kasalliklarga bog'liq bo'lgan qarshiliklar, ya'ni men kasal bo'lishim mumkin emas, men har doim 100% sog'lom yurishim kerak, men hech qachon meni tanamda hech qanaqa o'zgarish bo'lishi kerak emas, hamma narsa soatda ishlashi kerak, ya'ni menda hech qanaqa kichkina o'zgarishlar ham bo'lishi mumkin emas. Bu juda katta qism o'sha nevroz holatida ipokondriya holati bilan shakllanib qoladi. Ya'ni bu inson o'ylaydi, men faqat sog'lom yurishim kerak va hech qanaqa kasal bo'lishim kerak emas deb o'zini juda ham ko'p qiynab qo'yadi. Mana bu kasalliklarga bo'lgan qarshilik bilan sodir bo'ladi. Mana shu holatda inson qanchalik bu holatlarga qattiq qarshilik qilsa, u inson o'zi bilan o'zi kelishmovchiliklar paydo bo'ladi. Bu внутренний konflikt deyiladi. Endi bunga alohida to'xtalamiz hali. Mana bu внутренний konflikt bo'lgan joyda inson o'zi bilan o'zi kelisha olmaydi. O'zi bilan o'zi chiqishmaydi, o'zi bilan o'zi urushib yuradi, o'zini urishadi, o'zini so'kadi, tergiydi, boshqa qiladi. Va bu inson o'zi bilmagan holda stress darajasini yuqoriga ko'tarib qo'yadi. Insonga stress beradi bu holat. Hozirgi vaziyatda qarshilikni umuman olib tashlayin deb ayta olmayman, chunki bu juda katta qadam bo'ladi. Sizlarga juda katta talab bo'ladi bu. Buni qilish aslida oson emas. Butunlay hammasini qarshiligini yo'qoting deb aytish, bu 1 metrdan 100 metrga sakrash bo'ladi. Bu juda ham qiyin ish. Hozirgi vaziyatda pasaytiring, ya'ni kuchsizlantiring qarshiliklarni. Mana bu birinchi qadamimiz bo'ladi. Kuchsizlantirish deganda, pasaytirish deganda, hozirgi qarshiliklarimizni bitta ko'rib chiqib, aytib o'tgandek hayotiy pozitsiyalarga bo'lishi mumkin, yo o'zimizning nevrozimizga bo'lishi mumkin, yo o'zimizga bo'lishi mumkin, yoki ko'p kasalliklarga bog'liq bo'lgan qattiq qarshiliklar bo'lishi mumkin. Mana shuni yumshatishga harakatida bo'lishimiz kerak. Ya'ni bu qarshilik bizga nima olib keladi? Mana hozir masalan qarshimiz bir hayotiy bir vaziyatga, to'g'rimi? Yoki o'zimizning nevrozimizga qarshimiz. Bunaqa bo'lishi kerak emas deb hisoblaymiz. Bu juda ko'p nevroz insonlarda bor. Yoki o'sha aytib o'tganimdek, kasalliklarga bog'liq bo'lgan qarshiliklar bor. Mana shu qarshiliklar bizga nima olib keladi? Bizga nima beradi bu qarshilik? Masalan, juda yuqori bu vaziyatlarga qarshi bo'lsak, qanaqadir o'zgarish bo'ladi deb o'ylaymizmi? Yoki juda ham qarshi bo'lsak, bu vaziyatlar bo'lmaydi deb o'ylaymizmi? Yo juda ham katta ichki qarshilik bo'lgan joyda bizani hayotimizda qanaqadir bir katta o'zgarish bo'ladi deb o'ylaymiz. Mana shularni ko'rib chiqishimiz kerak va uni yumshatishga harakat qilishimiz kerak. Mana shu yumshatish boshlangan joyda sekin-sekin o'zimizni o'rganish, holatni ko'rish va holatni tahlil qilish va bu jarayonni hal qilish holatlari ochilishi boshlaydi. Qachonki inson ichki qarshiliklari baland bo'lsa, ya'ni bo'ldi, men o'ylashim to'g'ri, men hammasini to'g'ri qilyapman, menda bu bo'lishi kerak emas, bu bo'lishi kerak emas, bu bo'lishi kerak emas deb qat'iyatli shu qarshilikda turgani sari o'zini nevroz holatini hal qilish jarayoni sekinlashish ehtimoli baland bo'ladi. Mana shuning uchun bugundan boshlab bu ichki qarshiliklarni ko'rib chiqaylik va bu ichki qarshiliklarni yengillashtirish harakatida bo'laylik. Sog' salomat bo'linglar.